Joja badım bugün. Of edigen yazmanı tayyak kılıp aldım. Hakmı tuzu diken dostqallarga vız koydum. Mana mani qıppasin boludu. 50 koy vız koydum. Nädim basmanım tüktüp aldım. Ma qızıl kalını şunda qılıp ma yeni yıllık palet qılıp bunum çürübet tok. 4 koy 9 modum. Bu çürüye verken sırf hak gelip ekti bir diken men müşahede günde mal tizip jüri diken me aş ejjan. Mal an opurupa ders diyoruz. Hayır ekkesin ha. Dükkanımdan çaymen. Qılıp azam bergen hatalıqımga müşahede edemni. Anaqla chiqdi. Buna bir telefon qilib boqay. Monte yaqiqamidi? Vay. Monte yaqildingmi ya? Ha, tayaq buldum hazır mene. Ha, bo'libdi. Shuni qanaqa qilganda dedim. Ozroqmi demay bu 50 ta soatlik deb qo'ydimmi degan nomchada. Bo'libdi, hojam tax ozolab qoldi. Bo'pti, men hozir chirmanda olib qolsam o'zim bir ko'rib boqay. Ma'qul, Ma'qul. Shuncha yaqilgamidi qilmamdi, ma'qul xo'sh. Ma'qul. Albatta yaqib bo'libdi. Bexastalik qilmabdi. Ko'rib boqay. Qandaroq qildi degan. Ha, tayaqam nasram shuma. Yaxshi to'dog'man, chizliqman. Mushu shu. Tezda yolibdi. Maniki manimi. Eslab zikib kopsigan nasite ma'vo. Men shu endi aqasonga 80 ko'dlam qilib berdim mana. Albatta, shuncha ko'rsam foydani ko'ribdi-qa. Bu mushbaha bo'lsa payat qilib bitamsan ya. Ma yangilikma. Yangilik qilib beram bo'libdi. Men foyda qilmaydi bu. Ha, bu foyda emas, bosh xiridan mushak ko'rsa, anadan foyda oldimi? Ismi Alab qas 10-chi qag'alib 80 ko'ddan qilib beram das qilib qo'yasa. Ha, ashta qila. Bo'ldi, hammasiga beray 80 ko'ddan. Mushun bizdan dukkan keladi. Lekin bek no'chi bo'libdi. Bo'ldi yor. Unda go'dan chiqdi peyza. Ha. Undan qasmani opirib turgan odam tepasan o'tda. Men bilmadim tayani qilib berdim degan ham shu dabo olib. Dukash qadimganda opirdiga ekildigan odamni nima topamiz. Vat pamsa bilmay ekdim men. Qana ekdim men buni? Ishqilsam qoldi. Derhal opiriprimsa vat. Naga bir bilmasam men. Boshqa qilam vat. Biz o'tib palet qilgan yak. Lazım bo'lsa ektinglar, bo'lmasa o'ynanglar berib. Vaqt yo'q, men adam bekjiqma dukkanda hozirma bayramlaq. Shu o'rlashtirib. Xo'sh, men ketaverdim. Men bu ko'g'illamchidan bo'lak gapni anglamayman, xo'sh. Abdujuma. Hammanglarning yeni yilinglarga muborak bo'lsin. Endi biz 2025-yildan iborat katta bir yilni kutilish oldi turyapmiz. Endi meningki shu muvaffaqiyat safarimda, bizning mush taraqqiyotimizda har davomliq men bilan birga bo'lganinglarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Endi 2024-yilda bekcha qutuqlarni qozondik. Nurg'unlagan qiyinchiliklarni tatdik. To'g'rimi xatami? Endi 2025-yilda bundan keyin texim yaxshi holat taraqqiy qilish uchun ul silyapmiz. Demak 2025-yil deganga bizning shirkatga hozir 6 yildan iborat mana shu tarixni boshdan o'tkazdik degan gap. Mana shu yerda o'tirgan 50 dan ortiq xizmatchilar bizning shirkatdan qanaqa qilyotidi? Turmushini qandayyotidi? Demak, Yeşil Göyer'den ibaret mana shu cho'ng qozonning tomoqini hammamiz birga yeyapmiz. Hammamiz mesela shundan hozir ba'zanlarga 6 yil oldi. Ba'zanlarga tak yaqinda kirdinglar. Demak, mana shu bir shirkat barpo bo'lganda, necha shundan ko'p bo'lgan oilalarga biz qanaqa qilyapmiz? Yordam qo'llarimizni sunyapmiz. Sizlar mana bizning hozir shirkatdagi muqim xizmat qilayotgan bizningki muqim xizmatchilar. Ondan başqa nishonlar qaysi 10 mingdan ortiq oyliklar yana shu Yeşil Göyer'da qanday qilib foyda manfaat ilyotidi. Demak, 10 ming odamga mana musha o'tirgan har biringlar oqsat turib ulsab beryapsizlar. Oqsat turib nurg'ulg'an xizmatlarni o'tayapsizlar. Demak, biz o'zimizdan faxrlanishimiz kerak. To'g'rimi xatami? Shunlashqa hozir mana musha hammanglar o'zinglarni ekran oldidagi har bir bizniki ko'rurmanlarga bizniki bizni davomli kuzatayotganlarga mana bu shirkat zot qanday shirkatda qanchalik odam ishlayotganda nima ish qilayotganda deganlar o'zinglarni bir bildirib o'tinglar. Bulamda Akşam ben tanıştım, sen bana bir tanışlar akşam. Ben Yeşil Göyer Kütmüş Güzellik Ordu'na tire bölümününki mesulü. Tire mütehassisi yani. Göyer Hanım nasılsın? Ben Yeşil Göyer Tuğut'un Eslik Keltiriş Merkezi'nden Meryem Gülbulmen. Ben Yeşil Göyer Tuğut'un Eslik Keltiriş Ordu'ndan Mihriban. Ben Yeşil Göyer Tuğut'un Eslik Keltiriş Ordu'ndan Azizem.
Men Yeşilgöl tug'utdan keyin kutish markazidan Oyzahra bo'lman. Men Yeşilgöl tug'utdan keyin kasallik keltirish markazining mas'uli Nurimangul bo'lman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limidan Zulfiya bo'lman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limidan Mahbuba bo'lman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limidan Marpuxnim bo'lman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limidan Esma bo'lman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining do'kondori Zaytungul bo'lman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limida Rushengul bo'laman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limida Mirgul bo'laman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining setish bo'limidan Mahbubam bo'laman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining Guhadlidirning yordamchisi, katibi. İsmim Amina. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining kutinish bo'limining teraslik katish bo'limida Madina bo'lman. Men Yeşilgöl shirkatining ter bo'limida Mehribon bo'laman. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining moliya xodim bo'lman. Aynur. Men Yeşilgöl sog'lomlik va sog'liq keltirish markazidan Samira bo'lman. Men Yeşilgöl kutinish o'rnining mas'uli Mahbuba bo'laman. Men Yeşilgöl kutish markazidan Aynur bo'lman. Men Yeşilgöl shirkatida kutish o'rnidan Nursimagul bo'lman. Men Yeşilgöl kutish bo'limidan Sumaya bo'lman. Men Yeşilgöl kutinish shirkatidan Yo'rgul bo'lman. Men Yeşilgöl kutish markazidan Nurbiya. Men Yeşilgöl kutish markazidan Dilbar. Men Yeşilgöl kutish markazidan Güzelnur bo'laman. Men Yeşilgöl kutish markazidan Margul bo'laman. Men Yeşilgöl kutinish bo'limidan Boyshemgul bo'lman. Men Yeşilgöl kutinish markazidan Rabiyam bo'laman. Men Yeşilgöl tug'utdan keyin kasallik keltirish markazidan Nurimangul bo'laman. Men Şinjan Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining birlashma qurg'uvchisi va birdan-bir alqon kurashchisi Mehriniso xonim bo'laman. Hammanglarning yangi yilinglar muborak bo'lsin. Mendan sizlarga qizg'in salom. Endi bizningki mana shu Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatimizningki keyni sap ishlayotgan bizningki yigitlarimizmi o'zini bir tanishtirib olsin. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining ombor bo'limidan Rishtaji bo'laman. Eng cho'ng g'azindor. Men ilan tashviqot bo'limining mas'uli Abdusami. Har vaqt biz parda aqsida ikkiran keyin turayotgan bolaman shu. Men Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining ilon tashviqot bo'limining muavin lideri. Men Şinjan Yeşilgöl xalqaro sog'liq shirkatining kutinish o'rnida Elamjon. Yaxshi do'stlar, men Yeşilgöl shirkatining setish bo'limi direktori ismi Absulam. Her qanday bir ishni ko'pchilik yolg'iz qabul olmaydi. To'g'rimi xatomi? Masalan, mush Yeşilgölda butun Şinjan hozir to'nug'idek bo'lgan mana bu shirkatda, mana shu har biringlarning kuchidan, har biringlarning tirishchanligidan, har biringlarning kaynidagi xizmatlarni mukammal yaxshi ilib berishinglardan shunga oldiga chiqib turib maydonli qadam bilan menyapman. Shunga hammanglarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. 2025-yilda yana biz hammamiz birlikda eng qaltis bo'lgan natijalarni, eng qaltis bo'lgan utuqlarni birlikda qo'lga keltiramiz. Hammamiz Yeşilgölni